Cenab-ı Allah Meryem surasida mundaq deydi. Ondan ulardan keyin shundoq bir avlod dunyoga keldiki, ular namozni tark etib, nafsi xohishlarining kayniga kirdi. Ular jahannamdagi g'ayyo jilg'isiga tashlanadi. Bu oyat karimada tilga ilingan g'ayyo haqida ba'zi mufassirlar mundaq degan. G'ayyo do'zax ahlining yering zardoblari eqib tushadigan ozgonlardir. İbn Mas'ud radıyallahu anhu bu oyatning tafsirida mundaq deydi. Bu jazoga duchor bo'ladiganlar namozlarini butunlay tark etgan kishilar emas, balki namozlarini vaqti o'tib ketgandan keyin o'qiydiganlardir. Tabiinlarning peshvolaridan Said ibn Musayyab rahimahulloh mundaq deydi. Bu jazoga duchor bo'ladiganlar namozlarini vaqtida o'qimaydiganlardir. Davomliq mushu holatda o'tgan kishi tavba qilmay o'lib ketsa, Alloh taolo uni g'ayyo bilan jazolaydi. G'ayyo do'zaxdagi to'limi cho'nqur ham harorati intoyin kuchlik bo'lgan bir jilg'idir.